Safarda juma bilan namoz digarni jamlab o'qishga bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Safarda peshin bilan digarni jamlab o'qiganimizdek, juma bilan namoz digarni jamlab o'qisak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Har bir namozni shariatda belgilangan vaqtda o'qish asli qoida bo'lib, Alloh taolo shubhasizki namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi degan. İkki namozni bir vaqtga jamlab o'qish shariat hisob qilgan safar, mushaqqat yoki yomg'ir degandek biror o'zir topilganida andin ruxsat qilingan. Ma'lumki, juma namozi o'z oldiga mustaqil bir namozmi yoki shu kungi peshinning o'rniga qo'yilgan namozmi yoki qaysisining farz ekanligi muayyanlashtirilmagan. Faqat ado qilish bilanla andin qaysisi ekanligi muayyanlashamdi degan masalalarda olimlar o'rtasida qarash birdek emas. Kuchliroq qarashda peshin asl namoz, juma namozi uning o'rin bosaridir. Safarda juma bilan digarni jamlab o'qish hukmida olimlar joiz va joiz emas degan ikki xil qarashda bo'lgan. Joiz emas degan olimlar juma bilan namoz digarni jamlab o'qish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelmagan. Bu degan ibodat. Shunga ibodatni qiyos bilan isbotlab olg'ili bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, joiz degan olimlarning qarshi tuvandagilarga asosan kuchlik deyishga bo'ladi. Birinchi, Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. U zot Allah sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi degan aniq ko'rsatmasiga, shundaqla payg'ambar alayhisalomning osonlashtiringlarki, qiyinlashtirmayotmanglar degan buyrug'iga asosan dinimizdagi qiyinchilikni yengillatish va safarda namozni qasr qilib va jamlab o'qishga ruxsat qilgan dalillar safarda peshin yoki jumaning qaysi birini o'qigan bo'lsin, uni asr bilan jamlab o'qishning joizligini ko'rsatadi. Abu Zubayr Said ibn Jubayrdan u Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xavfmi bo'lmagan, safarmi qilmagan ahvolda Madinada peshin bilan asrni biroqla jamlab o'qigan. Abu Zubayr deydi-ki, men Saiddan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nemishqa shundoq qilgan bo'lg'aydi deb so'ragan edim, u mundaq dedi. Menmi Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mushundoq so'rasam, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatimdan hech kimga ig'irchilik solib qo'ymaslik uchun deb javob bergan edi degan edi. Demak, ma'lum mushaqqat yoki qiyinchilik sharoitida ikki namozni jamlab o'qishga ruxsat qilingan ekan, safar aslida mushaqqatdan xoli bo'lmag'achqa bu ruxsatga texmi loyiqdir. Shunga jamlab o'qishning sabablaridan biri bo'lmish safariylik hosil bo'lgan hamon jamlab o'qish joiz degan hukmi yetarlik asosga erishgan bo'ladi. Bu jihatdan juma bilan digarni jamlash bilan peshin bilan digarni jamlash o'rtasida farq yo'qdir. Shundaqla qiyinchilik juma kunidagi o'xshashlik qiyinchilikdir. Ikkinchi, ma'lum sabablar tufayli juma namozini o'qiy olmagan kishining uning o'rniga peshin namozini o'qiydiganligida hamma olimlar birdek ittifoq. Agar betob kishi, safar ustidagi kishi va ayol kishi qatorliq juma vojib emas kishilar juma namoziga qatnashib qolsa, safardagi kishining ro'za tutishi hisob bo'lganidek, bu namozimi hisob bo'ladi va namoz shu vaqtning farziga kifoya bo'ladi. Undaqda yuqorida aytganimizdek juma namozi shu kungi peshinning o'rniga qo'yilgan namoz desak, namoz juma bilan digarni jamlab o'qish tamoman joizdir. Uchinchi, juma kuni safarda bo'lib qolish ko'p ko'riladigan turuqliq payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan juma bilan digarni jamlamaslik haqida cheklama kelmagan. Shundaqla u zot sallallohu alayhi va sallamning juma bilan digarni jamlaganlik haqida hadis kelmaganligi buning joiz emasligini bildirmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safarlarda imom bo'lib namoz o'qib beradi. Musofirga juma farz bo'lmag'achqa peshin bilan asrni jamlab o'qigan. Shunga juma bilan asrni jamlash ko'rilmagan. Ammo boshqalar duch kelishi mumkin. Shunga peshin bilan asrni jamlab o'qishda asos qilingan illat, mushaqqat yoki safar holati o'xshashla buni joiz qiladi. Tabiinlardan xalifa Umar ibn Abdul Aziz Sham diyorida Dabaxtdan safar qilib Halab shahridan o'tganida shaharning valisiga juma o'qiyvergin, biz safar ustida deb juma namoziga qatnashmagan.
Bu ilgari va keyingi ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, ba'zi tabiinlardan bu ahvolda jumaga qatnashish vojib deb qaraganligi ma'lum. Ata mundaq deydi: Agar sen kishilar to'plashib o'ltiraqlashgan yezida bo'lsang, juma kuni namoz jumaga azan aytildiganlar bo'lsa, azanni anglasang, anglamasang namozga berishing lozim. Demak, safar ustida juma vojib emas degan qarash kuchlik bo'lib, olimlarning hammasi safar ustidagi kishi jumaga qatnashib qolsa, farzi ado bo'ldiganligida ittifoq. Bu ayol kishining juma namoziga qatnashib qolsa, peshiniga hisob bo'lganiga o'xshaydi. Hasan Basriy mundaq deydi: Muhojirlarning ayollari jumani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qib, uni peshining o'rniga hisoblaydi. 4. İkki namozni jamlab o'qish birini yana birining vaqtida o'qishni ko'rsatadi. Juma o'z vaqtida o'qilsa, asrni juma vaqtiga surib o'qish ozni kunlardan boshqa kunlardagiga qiyosan joiz bo'lishi kerak. Chunki hammasida asr o'zidan ilgarigi namozning vaqtida o'qiladi. Yuqorida deb o'tganimizdek, juma bilan peshin bir-birining o'rnidagi namoz bo'lish, vaqti bir bo'lish qatorliq jihatlardan o'rtaq bo'lib, birini yana biriga qiyos qilishga bo'ladi. Bu ibodatning o'zida qiyos qilish bo'lmasdan, qattiq so'g'uq, judun va patqoqni ikki namozni jamlab o'qishda yomg'irga qiyos qilishdek ruxsatlarni bir-biriga qiyos qilishdan iboratdir. Shuni eskartib qo'yish kerakki, safarda juma bilan digarni yoki boshqa ikki namozni jamlab o'qishni Imom Azam Abu Hanifa hazratlari bilan bir bo'lik mujtahidlar joiz deb qarmag'achqa, Imom G'azali va Imom Navaviydek jamlab o'qish joiz degan olimlarmi jamlamasdan har bir namozni o'z vaqtida o'qishi texmi afzal deb qaraydi. Safar ustidagi kishi sharoitiga qarab bu qarashlardan birini tanlasa bo'ladi. Valhasil, safar ustidagi kishiga juma namozi o'qish farz emas. Ammo biror shahar yoki kentga yetib berishi, u yerdagilarning juma o'qiyotgan vaqtiga to'g'ri kelib qolsa, jamoat barakatidan bahramand bo'lish, jamoatdan ayrilmaslik va jumaning fazilatiga noil bo'lish uchun xolisa ularga qo'shilib juma o'qib olsa, bu peshinning o'rnini bosadi. Jumani o'qib bo'lib, orqadan uninga jamlab namoz deganni qasr qilib 2 rakat o'qib olsa bo'ladi. Xolisa juma o'qimay peshin o'qisimi bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.